Good day. Today we are going to learn next topic. It is there is zera. Bugun biz there is zera so'zlari bilan, yani birikmalari bilan tanishib chiqamiz. Bu mavzumiz bor degani. Esingizda bo'lsa, oldingi darslarimizda siz bilan have has gotlarni ko'rib chiqqandik. Endi yana bir ko'rinishni, bor degan so'zimizni ko'rinishini bildirib ketamiz. There is singular, ya'ni birlikdagi narsalar uchun ishlatiladi. There are plural, ya'ni ko'plikdagi holatda ishlatiladi. Formulasiga e'tibor qarataylik. There plus is are. Va albatta bor deyilyapti. Ish harakat emas, verb ishlatmaysiz, ot ishlatasiz. Sifat plus ot, son plus ot, ya'ni ot qatnashishi kerak, esingizdan chiqmasin. Inkor shakli is are-dan keyin not qo'yasiz. So'roq shaklida is are-ni oldinga chiqarasiz. Gapni boshga chiqarasiz. Javob berishimiz yes, there is yoki zera. Ya'ni siz qaysi bilan javob beryapsiz, savol beryapsiz, is bilan savol beryapsizmi, is bilan javob berasiz. Are bilan savol beryapsizmi, are bilan javob berasiz. Inkor shaklida ham there isn't, there aren't. Kengaytirib berishingiz mumkin. There is not, there are not shaklida ham berishingiz mumkin. Bu mavzumiz qachon ishlatiladi? Qachon ishlatiladi degan savolingizga javobini hozir bilib olasiz. There is zera gaplarimiz aynan joylarga nisbatan bor degan ma'noni bildiradi. Shaxsga emas, joyga nisbatan bor deymiz. E'tiborli bo'ling. There is a glass on the table. Stol ustida stakan bor. Qarang, joyga nisbatan ketyapti. Keyingisi, there are many books in my bag. Sumkamda ko'p kitob bor. Qarang, sumka bu ham joy, stol bu ham joy. Shuning uchun ham zeradan foydalanyapmiz. E'tiborli bo'ling. Glass birlikda turgani uchun ham is, many miqdor beryapmiz. Miqdor so'zlarimiz mavzusida aytib ketdim. Ko'p degan tarjimani beradi. Va book ko'plikda turibdi, books shaklida. Shuning uchun ham are ishlatilyapti. Demak, eslab qoling, there is zera asosan joylarga nisbatan bor degan tarjimani bildiradi. Have has gotlar esa shaxslarga nisbatan bor degan tarjimani bildiradi. Misol uchun yana aytishimiz mumkin, eshikda kimdir bor desak, kimdir eshigingizni taqillatdi. Shunda siz qaraysiz, kimdir bor deysiz. Shunda there is somebody at the door deysiz. Qarang, there is yoki there are some people deb berasiz. Mana bu there is zera demak joylarga nisbatan bor degani ekan. Bu bugungi mavzumiz. Qisqagina va juda ham qiziqarli mavzumiz edi. See you. Thank you for watching. Goodbye.